insoniyat taqdiri cheksiz samoda sayohat qilayotgan yer nomini olgan katta toshga bog'liq. Ilm-fan bu qattiq tosh boshqa samoviy jismlar bilan urilib, bugungi ko'rinishga kelganini ta'kidlaydi. Lekin faqatgina eng sodda organizmlarning paydo bo'lishi yer sayyorasini yashash uchun yaroqli qildi. 20-asrga kelib, yerda hayot qanaqa paydo bo'lganini ilmiy asosda o'rganish imkoni tug'ildi. Natijada ko'plab amaliy va nazariy izlanishlar amalga oshirildi. Yaxshilab joylashib olinglar. Bugungi videoda ona sayyoramizda hayot qanaqa paydo bo'lganini ko'rib chiqamiz. Hayot to'g'risida gapirishdan oldin, ilm-fan hayot deganda nimani tushunishini aytib o'tishimiz kerak. Bu borada NASA umumiy qabul qilingan ta'rifni bergan va shu ta'rif asosida boshqa sayyoralardan ham hayotni qidiradi. Unga ko'ra, hayot bu tashqi manbalardan olinadigan energiya hisobiga o'z tuzilishini saqlab qoladigan va ko'payish imkoniyatiga ega bo'lgan, o'z-o'zini qayta tiklovchi kimyoviy tizim hisoblanadi. Yer yuzida hayotni paydo bo'lishini tushuntiruvchi bir qancha fikrlar mavjud. Ilmiy doiralarda bo'lsa, bu borada ikkita asosiy gipoteza ilgari suriladi. Bir guruh olimlar hayot yerga kometalar yoki asteroidlar orqali olib kelingan deb hisoblaydi. Bu nazariya panspermiya nomini olgan va bunga ko'ra ilk hayot urug'lari boshqa sayyoralardan kelgan bo'lishi mumkin. Dalil sifatida ular 1969-yilda Avstraliyada topilgan Murchison meteoritini misolni keltirishadi. Ushbu meteoritda kimyoviy tahlili unda o'nlab turdagi aminokislotalar mavjudligini ko'rsatdi. Aminokislotalar bo'lsa hayotni qurilish g'ishlari deyiladi, chunki ular oqsillarni hosil qiluvchi asosiy birikmalardir. Bundan tashqari 2019-yilda fransiyalik va italiyalik tadqiqotchilar guruhi Janubiy Afrikaning Barberton shahrida 3 milliard 300 million yillik cho'kindilarni o'rgangan. Natijada ular yerda tabiiy ravishda paydo bo'lmagan organik moddalarni topishga muvaffaq bo'lishgan. Boshqa dalillar 2022-yilda Yaponiyaning Hayabusa 2 missiyasi tomonidan yerga olib kelingan Ryugu asteroidi namunalarida ham aniqlangan. Ryugu namunalarida topilgan aminokislotalar hozirgacha o'rganilmoqda. Bunaqa dalillarga qaramay, ko'pchilik olimlar hayot yerda tabiiy ravishda vujudga kelganini ta'kidlashadi. Ular birlamchi sho'rva deb aytiladigan gipotezani ilgari surib, uni qo'llab-quvvatlovchi bir qator ilmiy dalillarni keltirishadi. Hayot qanaqa paydo bo'lganiga javob topish uchun ular kimyo, biologiya va geofizika sohalarini birlashtirib o'rganishadi. Olimlarning fikricha, hayot molekulalar darajasida, ya'ni oddiy organik birikmalarning shakllanishi bilan boshlangan. Hozirgi ilmiy xronologiyaga ko'ra, Quyosh tizimi va Yer sayyorasi 4 milliard 600 million yil oldin paydo bo'lgan. Yer yuzasi u davrda juda issiq, beqaror va faol vulqonlar bilan to'la bo'lgan. Oradan taxminan 200 million yil o'tib, Yerga suvga boy asteroid urilib, uning yuzasini asta-sekinlik bilan sovutishi boshlagan. Bu jarayon natijasida okeanlar shakllangan. Yerdagi ilk organik birikmalar bo'lsa, taxminan 4 milliard yil oldin atmosferada mavjud bo'lgan oddiy gazlardan hosil bo'lgan. Bu gazlar qatoriga metan, ammiak, vodorod va suv bug'lari kiradi. Biroq atmosferada hozirgidek kislorod mavjud bo'lmagan. Shu sababli ushbu gazlar hayot uchun zarur bo'lgan organik moddalarning shakllanishini asosiy manbai bo'lgan. Bu aytilgan gaplarni isbotlovchi qanaqa dalillar bor deb so'rashingiz mumkin. Javob bo'lsa, 1953-yilda amerikalik olimlar Garald Urey va Stanley Miller o'tkazgan mashhur tajribalarda yotadi. Ustoz va shogird bo'lgan bu olimlar metan, ammiak, suv va vodorod aralashmasiga elektr uchqunlarini yuborishgan. Elektr uchqunlari o'z navbatida 4 milliard yil oldin yer yuzida faol bo'lgan chaqmoqlarning rolini bajargan. Natijada Miller tirik organizmlarning eng muhim biokimyoviy birikmalaridan biri aminokislotalarni sintez qilishga muvaffaq bo'lgan. Aynan shu vaqtdan boshlab hayot uchun zarur bo'lgan molekulalar erta yer sharoitida tabiiy ravishda paydo bo'lishi mumkinligi isbotlandi deb topilgan. Tajriba davomida vodorod, sianid kabi muhim molekulalar ham hosil bo'lgan. Bu bo'lsa DNK va RNK tarkibidagi azotli asoslarni sintezi uchun zarur manba hisoblanadi. Shuningdek, formaldegid kabi moddalar shakar molekulalarini paydo bo'lishiga hissa qo'shgan. Dastlabki organik molekulalar yerni issiqligi, ultrabinafsha nurlari va chaqmoqlar ta'sirida o'zaro reaksiyaga kirishib, yanada murakkabroq biomolekulalarni hosil qila boshlagan. Vulqon otilishlari ham bu jarayonga katta ta'sir ko'rsatgan. Vulqon natijasida ajralgan gazlar
kimyoviy xilma-xillikni oshirib, atmosferadagi reaksiyalarni faollashtirgan. Vulqonlar shuningdek, muhim issiqlik manbai bo'lib xizmat qilgan. Suv havzalari, ayniqsa issiq buloqlar murakkab birikmali yig'ilishi uchun juda qulay muhit bo'lgan. Yuqori haroratli suvda erigan molekulalar bir-biriga yaqin kela olgani uchun reaksiyalar tezroq sodir bo'lgan. Shu bilan birga yadro reaksiyalari ham energiya manbai sifatida xizmat qilgan. Radioaktiv elementlarning parchalanishi yerni ichki issiqligini ta'minlagan. Bu issiqlik suv aylanishi, vulqon faolligi va plitalar harakati uchun sarflangan. Shuningdek, suvni suyuq holatda bo'lishi hayotda shakllanishi uchun zarur shart bo'lgan. Chunki u quyoshdan kelayotgan zararli ultrabinafsha nurlarni kuchsizlantirib, organik moddalar muddatidan avval parchalanishini oldini olgan. Quyosh nurlari bo'lsa, o'z navbatida qo'shimcha energiya manbai bo'lib xizmat qilgan. Suv qatlamlarida kuchsizlantirilgan ultrabinafsha nurlari undagi birikmalarni faollashtirib, ya'ni yangi moddalar hosil bo'lishiga sabab bo'lgan. Issiq suvda erigan turli organik birikmalar tirik hujayralarni asosini tashkil qilgan. Shuning uchun bu nazariya birlamchi sho'rva nomini olgan. Birlamchi sho'rva gipotezasi doirasida ayrim olimlar hayot okean tubidagi gidrotermal manbalarda paydo bo'lgan deb hisoblaydi. Bu manbalar bug', issiqlik va mineral tuzlar bilan boy bo'lib, hayot uchun zarur shart-sharoitlarni taqdim etgan. Birlamchi sho'rvadan paydo bo'lgan ilk hujayralar o'zini takrorli oladigan molekulalardan shakllangan. Spiral ko'rinishdagi RNK ana shunday molekulalardan bittasi hisoblanadi. U o'zini to'rtli tili orqali oqsillar haqidagi axborotni tashigan. Bundan tashqari, RNK katalizator sifatida, ya'ni biokimyoviy reaksiyalarni tezlashtiruvchi modda sifatida ham xizmat qilgan. Natijada RNK dunyosi nomini olgan gipoteza ham keng tarqalgan. Bu gipotezaga ko'ra, RNK molekulalari birinchi bo'lib hayot funksiyalarini bajargan. Birlamchi sho'rvada turli oqsillarni sintez qiluvchi RNKlar ko'paygan sari, ular bir-biri bilan qo'shilib, yanada murakkab bo'lgan ikki spiralli DNK molekulasini hosil qilgan. DNK RNKga nisbatan barqarorroq bo'lgani sababli axborotni uzoq vaqt saqlay olgan. DNK asosida sintez qilinadigan RNK va oqsillar biokimyoviy reaksiyalarni tezlashtirgan. Bundan tashqari, oqsillar DNK bilan birlashib, undagi axborotni keyingi avlodlarga yetib borishini ta'minlagan. Bu jarayonlar vaqtida iqlim barqaror bo'lmagan. Shuning uchun issiqlik hamma joyda bir xil taqsimlanmagan. Natijada DNK shakar molekulalaridan foydalanib, energiya olishni o'zlashtirgan. Bu jarayon natijasida adenozin trifosfat deb aytiladigan modda DNKni muhim yo'ldoshiga aylangan. Biroq atrof muhit turli zaharli moddalar bilan to'la bo'lgani uchun DNKdagi axborot tez-tez zarar ko'rgan. Shu sababdan atrofda mavjud bo'lgan yog' molekulalari yoki lipidlar oqsillar bilan qo'shilib ilk hujayra qobig'ini tashkil qilgan. Endi DNK shu qobig' ichida himoyalanib, o'z axborotini ishonchli tarzda keyingi avlodlarga uzata boshlagan. Shu tariqa yog' qobig'i ichida DNK, RNK, shakar va oqsillardan iborat kimyoviy reaktor paydo bo'lgan. Bu bioqurilma keyinchalik hujayraga aylangan va olimlar unga Luka nomini bergan. Vaqt o'tishi bilan hujayralar ko'payish, oziqlanish va tashqi muhit o'zgarishlariga javoban naslga beriladigan axborotni o'zgartirish qobiliyatini shakllantirgan. Ko'rinib turganidek, hayotda boshlanishi juda sekin va bosqichma-bosqich sodir bo'lgan. Har bitta yangi bosqich millionlab yillar davom etgan. Bu jarayon tabiiy tanlanish asosida kechgan. Tajovuzkor atrof muhitga moslasha olgan shakllar o'z tajribasini keyingi avlodga uzatib nasl qoldirgan. Moslasha olmagan shakllar bo'lsa yo'q bo'lib ketgan. Shu tarzda hayot evolyutsiya natijasida rivojlangan. Evolyutsiya hayotni tobora mukammalroq shakllarga aylantirgan. Dastlabki oddiy hujayralardan ko'p hujayrali organizmlar yuzaga kelgan. Keyinchalik bir organizm ichida turli vazifalarni bajaradigan hujayralar shakllangan. Ixtisoslashgan hujayralar organlarni hosil qilgan. Organlar bir butun organizmning faoliyatini boshqara boshlagan. Neyronlar, mushaklar, yurak, ko'zlar hammasi evolyutsiya mahsulidir. Fotosintezning paydo bo'lishi muhim burilish nuqtasi bo'ldi. Bu jarayon orqali hujayralar quyosh nurini energiyaga aylantira boshlagan. Fotosintez atmosferaga kislorod ajralishini ta'minlagan. Kislorodning ko'payishi bo'lsa, murakkabroq hayot shakllarini, jumladan ko'p hujayrali o'simlik va hayvonlarning paydo bo'lishiga olib kelgan. Hayot
vaqt o'tishi bilan o'zgarib turuvchi atrof muhitga moslasha bordi. Muzli davrlari, asteroid zarbalari va vulqon otilishlari evolyutsiyaga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Ba'zan hayotning katta qismi butunlay yo'q bo'lib ketgan, lekin tirik qolgan organizmlar yangi sharoitlarga moslashib yashashni davom ettirgan. Shu tariqa hayot doimo o'zini yangilab keldi. Bugungi videoga xulosa qilib aytsak, hayotda paydo bo'lishi eng murakkab jarayonlardan bittasi hisoblanadi. U o'z-o'zidan emas, balki fizik va kimyoviy qonunlar asosida vujudga kelgan. Yer harorati, suyuq suv, atmosferadagi gazlar va energiya manbalari bunda muhim rol o'ynagan. Agar bu sharoitlar bo'lmaganda, hayot paydo bo'lmasdi. Shu bois Yer noyob sayyora hisoblanadi. Biroq bu Yer hayot mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan yagona sayyora degani emas. Olimlar hozirda boshqa sayyoralardan ham hayot izlarini qidirishmoqda. Shu bilan birga Yerda hayotni kelib chiqishini ham o'rganishda davom etishmoqda. Har bitta kashfiyot bizani barhayotlik sirrini ochishga bir qadam yaqinlashtirmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Izohlar bo'limida o'z fikringizni yozib qoldiringlar. Yonida yana qanaqa ilmiy mavzu qiziqligini ham yozinglar. Balki aynan sizning fikringiz keyingi video mavzusi bo'lar.